Muhammad alayhissalomni egnilariga pashsha chivin qo'nmagan azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Bizni ko'zimiz qancha masofani ko'radi? Rasulullohni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Oyning yuzasini, sathini Oysha onamizga aytib berganlar. Sarvari koinotni ko'rishlarida kecha kunduzni farqi bo'lmagan. Biz kechasi yaxshi ko'ra olmaymiz. Rasulullohda buni farqi bo'lmagan. Qorong'u kechada bir kuni Oysha onamiz qo'llaridagi ninani tushirib olib shuni izlab turgan chog'larida Rasululloh kelib qoldilar. Nima qilyapsiz deb so'rasalar, ninani topolmayotganlarini aytdilar. Rasululloh bir engashib yerdan ninani olib onamizni qo'llariga tutqazdilar. Kecha kunduzni farqi bo'lmagan. Sarvar koinot mana shunday tarbiya topdilar. 6 yoshga borganlarida onalari Omina xonim vafot etdi. 6 yoshlik go'dak. Uyingizda shu farzand bo'lsa, tasavvur qiling. Shu go'dakka nima kerak? Ota kerak, ona kerak. Bobolari Abdul Muttalibni qaromoqda bo'ldi. Abdul Muttalib